tomoshabinlar endi biz Buqa bozoriga keldik. Bu qatorga to'g'rirog'i bitta obunani bosib qo'ysanglar, keyin like qizartirib qo'ysanglar, agar bo'rib ketmagan bo'lsa, qizartirib qo'yaveraylik. Bo'rib ketgan bo'lsa, qorayib qoladi. Hurmat tomoshabinlar, bu buqani, mana bu qora buqani 60 ming so'mdan tortishar ekan, xudo xolasa inshaalloh. Живой bizga taxminimcha 600-700 bo'lsa kerak, yana bilmasam. 455 kilo chiqdi hurmat tomoshabinlar. Ana beradi, hozir pulni olib beradi, ikkovi. Aytgan buqam mana bu buqani 60 ga tushirishmoqda deydi yana bo'lasa. 10 ketgan ekan. Naridan boshlab bu yo'lgacha bu odam ekan. 28 ming yo'l berasanmi yo'q? Shunda kam yo'q. 58 ga ham tushirishimiz ekan qora buqani 60 dan ekan faqat. Deyishyapti. Deyishadi. Familia çaktı. ikkita qora so'rashyapti o'shanda bu bilan narigi qora va ikkalasini, yo'q, mana shu ikkalasini to'g'riroq, mana shu ikkalasini 58 dan. 59 dan bo'ldi. 15 lirada. Albek. Oho, ikki odam yotibdi o'zi ham. Ya. Dokuz 92 kilo chiqdi. Taroziga necha puldan o'tdi? 68 ming. 68 ming so'mdan o'tdi. Hurmat tomoshabinlar. Jim. Hadi temin durun. Bol 92. 992 kilo chiqdi. 68 ming so'mdan hurmat tomoshabinlar. 500 30 533 532 kilo chiqdi. Taroziga necha puldan bo'pti olgan? 62 ming so'mdan bo'pti hurmat tomoshabinlar. Ikkita mol birdaniga. Narigi ikkisini bu ikkisini. Ay. Olgan taroziga necha puldan bo'pti? Nima, keyin so'rab olamiz. Nima? Hurmat tomoshabinlar 58 ming so'mdan so'rashib berganman. Taroziga. Hurmat tomoshabinlar endi yo tarafga aylantirib mayli. Eğer çıkırsa sonra Ramza lekin sizlar uchun so'rab ko'rsatib chiqaman.
tomoshabinlar 37 million so'm so'rashayotgan ekan unga. So'mdan taroziga so'rashayotgan ekan. Bozordagilar 60 ming so'mdan bering deyishayotgan ekan Qoravoyga. Assalomu alaykum. Necha pul olsagan? 40 million so'rashayotgan ekan. Bozor aslida necha pul qildi? Tomoshabinlar oyog'ida so'rashayotgani yo'q ekan, faqat taroz uchun so'rashayotgan ekan. Mana bir xillikka olib.